Assalomu alaykum azizlar. To'rvoq ya'ni eshak yemi haqida videomiz e'lon qilingandan beri juda ko'p murojaatlar bo'ldi va bu murojaatlar bo'lishda davom etmoqda. Bu murojaatlar ichida eng ko'p berilgan savollardan biri to'rvoq nima sababdan paydo bo'ladi? Bugun sizlar bilan shu savolga qisman javob berishga harakat qilamiz. Ya'ni to'rvoqqa eng ko'p sabab bo'luvchi omillardan biri infeksiyalar haqida to'xtalib o'tamiz. Infeksiyalar ya'ni viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va shunga o'xshashlar to'rvoq paydo qiluvchi yoki uni qaytalanishiga eng ko'p sabab bo'luvchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Bolalar o'rtasida 50% va undan ortiq holatlarda, kattalar o'rtasida esa 30% dan ko'p holatlarda o'tkir to'rvoq paydo bo'lishi to'g'ridan to'g'ri infeksiya bilan birga yoki infeksion kasallik o'tkazgandan keyin paydo bo'ladi. Bular asosan nafas yo'llari va oshqozon ichak infeksiyalaridir. Kuz-qish mavsumi kelishi bilan nafas yo'llari infeksiyasi ortishi bilan birgalikda u bilan bog'liq bo'lgan o'tkir to'rvoq holatlari ham ortib boradi. Odatda infeksiya belgilari bo'lgandan keyin o'rtacha 6 kun o'tgandan so'ng toshmalar va to'rvoq paydo bo'la boshlaydi. Ma'lum vaqt o'tgandan so'ng infeksion jarayonni yana qaytalanishi to'rvoqni yana qayta xurujiga sabab bo'lishi mumkin. 40% gacha bo'lgan holatlarda infeksion kasallik tufayli paydo bo'lgan o'tkir to'rvoq surunkali shaklga o'tadi, ya'ni to'rvoq cho'ziladi. Surunkali to'rvoq 46,7% holatda autoreaktiv xarakterga ega bo'ladi. 9% holatda Helicobacter pylori infeksiyasi bilan bog'liq bo'ladi. 2,7% holatda esa gijjalar bilan bog'liq bo'ladi. 4% holatda boshqa infeksion kasalliklar yoki omillar to'rvoq keltirib chiqarishiga sabab bo'ladi. Autoreaktiv holat bu infeksiyalar va boshqa shunga o'xshash omillar ta'sirida organizmni o'zidagi moddalarga nisbatan allergiya shakllanib qolishidir. To'rvoqqa quyidagi infeksiyalar sabab bo'lishi mumkin. Ular gerpes viruslari, gepatit viruslari, Helicobacter pylori infeksiyasi, mikoplazma pnevmoniya infeksiyasi, streptokoklar va koronavirus infeksiyalaridir. Endi bu infeksiyalarni har biri haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Gerpes viruslarini o'tkir to'rvoq keltirib chiqarishi klinik tekshiruvlarda isbotlangan. Oxirgi yillardagi tekshiruvlar esa gerpes 6-tip va boshqa gerpes infeksiyalarini surunkali to'rvoqqa sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Shuning bilan birgalikda gepatit viruslari ham o'tkir yoki surunkali to'rvoqqa sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, mikoplazma pnevmoniya infeksiyasi ham o'tkir to'rvoq keltirib chiqarishi mumkin. Odatda kasallik burun oqishi, yo'taldan so'ng ma'lum muddat o'tgandan so'ng o'tkir to'rvoq belgilari paydo bo'ladi, ya'ni terida toshmalar kuzatila boshlaydi. Streptokoklar qo'zg'atgan nafas yo'llari yoki siydik chiqarish yo'llari infeksion kasalliklarida ham to'rvoq kuzatilishi mumkin. Ba'zan infeksiya belgilari bo'lmasdan turib ham to'rvoq kuzatilishi mumkin. Bu holatda antibakterial davodan so'ng to'rvoq yaxshi yo'qoladi. Ko'p yillar davomida gijjalarni surunkali to'rvoq keltirib chiqarishida alohida o'rni bor deb qaralgan. Lekin oxirgi yillardagi tekshiruvlar buni aksini ko'rsatmoqda. Gijjalar atiga 3,5% gacha bo'lgan holatda surunkali to'rvoqqa sabab bo'lishi mumkin. Bu ham asosan endemik zonalar uchun xarakterli bo'lib, rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 1-1,5% dan ortmaydi. Gastritlar va oshqozon yarasi kasalligiga sabab bo'luvchi Helicobacter pylori infeksiyasi ham uzoq yillar davomida surunkali to'rvoq keltirib chiqaradi deb ko'rilgan. Lekin bir qator tekshiruvlarda Helicobacter pylori infeksiyasi davolangandan so'ng ham to'rvoq butunlay yo'qolmagan. Oxirgi yillarda to'rvoq kelib chiqishidan koronavirus infeksiyasiga alohida urg'u qaratilmoqda. Butun dunyoda koronavirus pandemiyasi kuzatilguncha koronavirus infeksiyasi normal immun tizimli inson uchun xavfli emas deb ko'rilgan. Lekin oxirgi pandemiya buni aksini ko'rsatdi. Turli xil xulosalarga ko'ra, COVID-19 infeksiyasi 2% dan 19% gacha bo'lgan holatlarda to'rvoq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Odatda teri simptomlari nafas simptomlari bilan birga keladi. Ba'zan oshqozon ichak faoliyatining buzilishi,
ich surilishlar ham kuzatilishi mumkin. Koronavirus infeksiyasi tufayli paydo bo'lgan to'rvoq o'rtacha 1 hafta davomida yo'qoladi. Surunkali to'rvoq bilan og'riydigan bemorlarda COVID-19 ga qarshi emlash kasallikni xurujiga sabab bo'lishi bilan birga kasallikni og'ir kechishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytmoqchimanki, to'rvoqni davolashda faqat toshmalarning o'ziga emas, uni keltirib chiqarayotgan omilga, asosan infeksiyalarga ham urg'u qaratish lozim. Agarda organizmda surunkali infeksiya o'chog'i bo'lsa, uni yo'qotish kasallikni davolashda muhim rol o'ynaydi. Eng muhimi immunitetni mustahkamlashdir. Unutmang, sog'lom immunitet sog'lom teri demakdir. E'tiboringiz uchun rahmat.